kelibsiz. Bizlardan Maqsud Imronbek, ya'ni Madrid xususiy maktabining o'quvchisi. Nechanchi o'rinni oldi? Birinchi o'rinda. Onlardan martabasi baland bo'lsin, shu o'quvchilarga rahmat aytaman. Birdan Mayli bo'lsin. Bugungi kuningiz zo'r kayfiyat bilan boshlandi. Bu bilan sizni tabriklayman. Ilyosbek nechanchi o'rinni oldi? Shunday deb birinchi o'riningiz bilan tabriklayman. Taassurotlaringiz qanday bo'ldi? Adashmasam birinchi marta uchdingiz. Qanday ekan? Oh, zo'r. Dunyoda tengi yo'q. Eng zamonaviy 7 mo'jizadan biri bo'lgan Burj Xalifaning tengida bir emas, 2-3 marta aylanib yurganlaringiz ayting axir. Tengdoshlaringizga. Mana shu bolalarni olib Dubayga, olimpiadalarga olib borib keldingizlar. Rahmat, birinchi o'rinlarni olib sharafli nomlarni elib bo'lib Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar, o'quvchilar. Mana shu Maydrim o'quv maktabidan shu olimpiadaga Dubayda xalqaro olimpiadada qatnashib keldik. Taassurotlarimiz juda kuchli, ta'riflashga til ojiz. Hamma o'quvchilarga omad tilayman, maktabimizga ham omad tilayman. Aeroportga parvozingiz qanday bo'ldi? O'zingiz tengi sinfdoshlaringizga tavsiya berarmidi? Ikkinchi bo'lishini qaramasdan shunday xalqaro olimpiadada qatnashib, shunday o'ringa ega bo'ldi. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Odilbek Dubay xalqaro olimpiadasida qatnashib, nechanchi o'rinni oldi? Chempion bo'libsiz. Bu bilan sizni tabriklayman. Enasi o'tib bersalar chiroyli. Qani. Mana bir hafta oldin mana shu olimpiadadan nevaram matematika fanidan oliy o'rinni olib Dubay shahriga yo'llanma olishuvdi. Mana Allohga ming shukr, hammasi shunday katta yutuqlar bilan qaytib kelishdi. Bularning ustozi Madrid xususiy maktabining 1-sinf o'quvchisi men arifmetika fanidan 1-o'rinni egallab keldilar. Chempion, xudo xohlasa chempion, birinchi hamda super chempionlarimiz Turkiya xalqaro olimpiadasina yo'llanmalarda ega bo'ldilar. Xudo xohlasa keyingi yo'nalishi Turkiya bo'ladi ekan, shundaymi?